Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar, obunachilarimiz, hamyurtlarimiz, negativchi akalarimiz, ukalarimiz. Xo'p, navbatdagi asalari jarayonni boshladik. Navbatdagi asal arilarimizni inini ochdik. Bu arilarimiz bir marta asal olgandan keyin hali asal bergani yo'q va qanday holatda asal yig'yapti va ahvoli nima bo'lyapti, holati nima bo'lyapti, shuni ozgina bo'lsa ham ko'rsatib o'tgan bo'lamiz. Bizlarga obuna bo'lmagan bo'lsalaringiz obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib, izohlarda o'zlaringizni fikrlarni bildirib ketinglar. Biz endi asalarichilik sohasi bo'lgandan keyin uncha video qo'yib boramiz. Videomiz yoqsa ko'ringlar, yoqmasa o'tkazib yuboringlar. Bu videolarimizni ko'rishlar shart degani emas. Agar videolarimiz yoqsa ko'rsalaringiz bizga yordam. Videolarimizni ko'rgan bo'lasizlar va YouTube'dagi kanalimizni yana ham faollashtirishlikka, yana ham bir oldinga olg'a bosishlikka sababchi bo'lib qolasizlar. Shunga bizni kuzatayotgan hamkasblarimiz, asalarichi ustozlarimiz va asalarichilik sohasidan xabari yo'q aka-ukalarimiz uncha asalarichilik bo'yicha ozgina video olgan bo'lamiz. Bilmagan narsalarimiz juda ham ko'p. Bilgan narsamizni o'rgatamiz, bilmagan narsalarimizni Xudo xolasa o'rganamiz. Ana navbatdagi mana asal arilarimizni romlari. Bilmaganlarga bir dars bo'ladi. Bu mana asal yig'ib qo'ygan, xo'p, asal yig'ib qo'ygan, pechatlangan. Bu esa arilarning bolalari bo'ladi. Xudo xolasa 4-5 kundanmikin, 2-3 kundanmikin oshib chiqadi. Uncha asal yig'ib qo'ygan mana. Bu bilmaganlarga, bilganlarga endi bu shart emas aytishim. Mana asal yig'ib qo'ygan, Xudo xolasa buni ertadan olamiz va mana arilarimiz oshib chiqishdi jarayoniga tayyor Xudo xolasa. Bu asal arilarimiz jo'jalarga o'xshab 21 kun, 22 kun, 23 kunda oshib chiqadi va 40 kun, 45 kun mobaynida yashaydi. Arilarimiz. Endi bu ma'lumotlarni ko'p aytganmiz. Bilmaganlarga ozgina ma'lumot, bilganlarga esa shart emas bilishliklar, chunki bu soha bo'yicha biladi. Bilmaganlarga endi ozgina ma'lumot berib qo'yyapman. Arilarimiz 40 kundan 45 kungacha yashaydi va tuxum qo'ygandan keyin shu 21 kun, 22 kun oralig'ida oshib chiqadi. Bu arilarimiz umri davomida 40 kunmi, 45 kunmi yashash jarayonida yarim gram asal toshishga uspet qilar ekan. Yarim gram. O'rtacha shu oilamizda 30 mingtamikin arilar bo'lsa, misol uchun deyapman-da, endi 30 mingta arilar donasi bo'lsa, 30 mingta aridan 9 mingtasigina 30%igina asal toshir ekanda tashqaridan ichkariga. Agar gaplarimda xato ketayotgan bo'lsa, bizni kuzatayotgan ustozlarimiz, hamkasblarimiz to'g'rilab ketinglar. Siz shu yerda xato gapiryapsiz. Endi biz ustozlarimizdan eshitgan, bilgan narsalarimizni aytyapmiz. Xo'p, 9 mingta, 30 mingta asalaridan 9 mingtasigina faqat asal toshir ekanda. Yarim gramdan toshiganda ham 9 mingta asalari qancha asal toshishi mumkin? O'rtacha 4 kilommikin, 5 kilommikin, yana ham bir hisob-kitob ko'rish kerak. Biz endi ma'lumotimiz, bitta asal arimiz umri davomida yarim gram asal toshar ekan. Shu bilan boshqa arilarga o'rnini bo'shatib, o'zi halok bo'lib ketar ekan. Lekin shuncha qarayapman, bu arilarimiz har 40 kunda, 45 kunda bo'ladigan bo'lsa, bu inini oldida biron bir arini o'ligi yo'q, to'g'risi. Endi bular bilmayman, boshqa joyga borib o'lib keladimi, lekin bu atroflarda mana arini na bir tirigi bor, faqat alhamdulillah o'lgan holati yo'q. Yana ham bu arilarimizga bugun oppa demarimiz tushib ketdi. Yana bir arilarimizga bo'lgan hurmatimiz oshdi, chunki arilar har 40 kun, 45 kunda o'ladigan bo'lsa,
bu inini tagida bo'lishi kerak-da, o'lgan o'liklar. Lekin bu o'liklari na inini tagida, na inini ichida. Mana bahordan beri arilarimiz ko'payib boryapti, lekin o'ligini hech ko'rmadim. Avvalambor ko'rmayin ham, kuymayin ham. Mana shunaqa holatda bu arilarimiz g'ummak solib tashlayapti. Lekin ona arisi zo'r ishlayapti. Ona ari zo'r ishlayapti, lekin g'ummak solib tashlayapti-da. Nima sababdan solyapti? Xabarim yo'q. Mana arilarimizni asal yig'ib qo'ygan yaxshigina romi. Xudo xolasa ertaga olishlikka harakat qilamiz. Mana oxirgi romimizni olyapmiz. Oxirgi romkamiz mana. Mana arilarimiz ochib chiqqan va o'rniga hali onarimiz tuxum qo'ymabdi. Lekin asal yig'ib, pechatlab, o'zi zaxiraga qilib qo'yibdi mana. Xo'p, mana yashigimizni devoriga ham asallarimiz insov yoribdi. Yaxshigina. Xo'p, bizni kuzatishda davom etinglar. Bu arilarimizni ehtiyotkorlik bilan endi romlarini joy-joyiga qo'yamiz va qo'yayotgan videolarimizni tugatgan bo'lamiz. Har bir asal ari biz uchun qadrli. Bu asal arilarimizni qadriga yetmasak, biz yaxshi ish qilmayotgan bo'lamiz. Shuning uchun bu arilarga bepisand nazar bilan qaramasdan, hurmat bilan bu arilarimizga qarasak, xudo xolasa, kelajakda bu arilarimizdan baraka topgan bo'lamiz. Arilarimiz ko'p bo'lishi mumkin. 50 ta, 100 ta, 200 ta oila bo'lishi mumkin, lekin barakasi bo'lmasa juda qiyin. Shuning uchun bu arilarimizni barakali bo'lishligi uchun har bir donasiga, arilarimizni har bir donasiga harakat qilishimiz kerak. Ziyon yetkazmasdan qarashlikka. Men o'zim ham ayta olmayman, shuncha arining ichida bularga zarar berib qo'ya olmayman deb ayta olmayman, lekin shunday ham harakat qilishimiz kerak. Bitta dona ariga zulm qilmasdan, bitta dona ariga shikast yetkazmasdan qarashlikka harakat qilishimiz kerak. Bular ham tirik jonda. Tirik jon bo'lgandan keyin ehtiyot qilishimiz kerak arilarni. Chunki bular bizlar uchun ishlayapti, mehnat qilyapti, asal olib kelyapti. Ana shu asalarichilik sohasi bo'yicha ishlashimizga juda katta hissasini qo'shyapti. Agar bu arilar bo'lmasa, ishlarimiz pachava. Biz nimani videoga olamiz va qayerdan asal olamiz? Shu tomonlari ham bor. Eson-omon romlarimizni joyiga qo'yib olamiz. Oxirgi romkamiz qolishini ham qo'yib olsak. Mana. Hozir yaxshi arilarimiz asabiy holatda emas, o'zini bosib olgan holatda ekan. Ba'zi paytlarda arilarimizni tushunib bo'lmaydi. Shunaqa bir asabiy holatda bo'ladi. Demar tutsangiz ham, demarga ham qarab o'tirmaydi-da. Bir marta chaqib olmasa hisob emas. Shunga o'xshab insonlarda xarakteri arilarga ham berilganmi deb qolasiz. Ba'zi bir insonlar ham bor-ku, alamini olmaguncha qo'ymaydi. Arilarimizni ham xuddi shunaqa xarakteri bor-da. Haligi bir chaqib olmaguncha qo'ymaydi. Endi bu doim bo'lavermaydi. Uncha ishlashlik jarayonimizda bo'lib turadi. Chaqib olmaguncha qo'ymaydi-da. Shunaqa fe'li buzuq, ahvoli chatoq paytiga to'g'ri kelib qolamiz. Shunda ham biz arilarimizdan xafa emasmiz. Xafa ham bo'lmaymiz. Xafa bo'lganimiz bilan baribir arilarimiz farqi yo'q arilarimizga. Xo'p, bizni kuzatishda davom etinglar, bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Uncha xato gapirgan bo'lsak, xatolarimizni izohlarda yozib ketinglar. Mana shu yerda xato qilyapsiz.
uncha xatolaringiz bor deb qo'ysalaringiz, biz xatolarimizni tan olamiz va yaxshi bir ma'lumotlar, yaxshi bir takliflar bersalaringiz, ana shu takliflarga harakat qilamiz amal qilishlikka. Bizni YouTube kanalimizni rivojlanishiga hissa qo'shib qolinglar. Mana shu qo'yayotgan videolarimiz Xudo xolasa kelajakda yaxshi videolar, odamlarga foydasi tegadigan videolar olishligimizga shu etapda o'tib olishimiz kerakda. Shu etapdan o'tganimizdan keyin Xudo xolasa uncha ma'lumot yig'ganimizdan keyin harakat qilamiz foydali, yaxshi videolar chiqarishlikka. Bizga negativ yozmasdan, negativ yozadigan aka-ukalarimiz shu videoni ko'rmaganim yaxshi edi, shuncha vaqtim uvol deb yozmasdan bizga omad tilab ketinglar. Kelajakda duo qilinglar haqqimizga. Mana shu videolarimiz yaxshi video bo'lishlikka va odamlarga manfaatli, yaxshi narsalarni o'rgatishlikka harakat qilishimizni sizlar duo qilinglar. Kelajakda Xudo xolasa yaxshi videolar olamiz va kelajakda bir mohir asalarichi bo'lib yetishlikka harakat qilamiz. Hammaga katta rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar. Rahmat hammaga.